Assalomu alaykum barchangizga, kanalimga xush kelibsiz. Bugun biz sizlar bilan juda ham osongina tayyor bo'ladigan go'shtlik pirog tayyorlaymiz. Demak, masalliqlarning barchasini opisaniyada yozib qoldiraman. Idishimizga birinchi bo'lib elangan un, tuz, razg'ilgich solamizda, uni orqasida xona haroratida yumshab turgan margarin solamiz. Uni ketidan esa mayonez solib, hammasini asta-sekinlikda aralashtirib olamiz. Margarinimizni xohishga ko'ra cho'rkadan o'tkazib olib tayyor qilib qo'ysak ham bo'ladi. Hamma mahsulotlarimizni yaxshilab aralashtirib olib, xamirimizni kroshka holatiga keltirib olamiz. Undan keyin esa xona haroratida turgan qattig'imizni solib, yumshoqqina xamir qorishimiz kerak. E'tibor beramiz, xamirimiz qattiq bo'lishi kerak emas. Agar xamirimiz qattiq bo'ladigan bo'lsa, pirogimizni xamiri ham xuddi shunaqa qattiq holatida tayyor bo'ladi. Endi tayyor bo'lgan xamirimizni ikkiga bo'lib olamiz. Biri katta va biri kichik bo'lishi kerak. Bularni ustini yaxshilab strechlamizda xolodilnikka olib qo'yamiz. Ichidagi nachinkani hamma xohishiga ko'ra solsa bo'ladi. Go'shtni kimdir qiyma, kimdir to'g'rama go'shtdan foydalansa ham bo'ladi. Yoki bo'lmasa qovoqdan ham tayyorlasa bo'ladi. U ham juda ham mazali chiqadi. Kerakli o'zimizga yoqadigan mahsulotlarimizni maydalab to'g'rab olamiz. Tuz, murchlarni solib, hammasini yaxshilab aralashtiramizda bir chekkaga olib qo'yamiz. Endi xolodilnikda turgan xamirimizni birinchi kattasini olamiz. Asta-sekinlikda, juda ham yupqa emas bo'lgan holatda xamirimizni yoyib olishimiz kerak bo'ladi. Tayyorlab qo'ygan xamirimizni endi qolipimizga chiroyli qilib moslashtirib olamiz. Ya'ni to'rtburchak, dumaloq yoki bo'lmasa oddiygina duxovkamiz listiga moslashtirib yoyib olsak ham bo'ladi. Lekin xamirimiz juda ham yupqa bo'lib yoyilishi kerak emas. Shunga ham e'tibor beramiz. Boya videoda ko'rsatib o'tish esimga kelmagan, ya'ni men nachinkamizni ichiga suv bilan ozgincha pista yog' ham qo'shganman. Sababi pishgandan keyin mazali suvlikkina bo'lib chiqishi uchun. Ikkinchi xamirimizni ham yoyib olamiz. Ikkinchi xamirimiz ham xuddi shu qalinlikda bo'ladi. Endi oldin birinchi ikkala xamirni bir-biriga yaxshilab yopishtirib olganimizdan keyin xohishga ko'ra chetlarini xuddi shunaqa qilib chiroyli qilib chiqsa ham bo'ladi. Buni orasida duxovkamizni yoqib qo'yamiz, ya'ni 180 darajaga yoqib qo'yamiz. Tayyor bo'lgan xamirimizni ustiga xohishga ko'ra tuxum sarig'ini surib, kunjutni sepib, xohishga ko'ra vilkada shunaqa qilib chizib chiqsak ham bo'ladi. Endi pirogimizni duxovkaga qo'yamizda 30-40 minutlar orasida pishirib olamiz. Mana pirogimiz pishib tayyor bo'ldi. Agar video sizga yoqqan bo'lsa, like bosib, podpiska bo'lishni unutmang.